Autizm va ZPRdagi asosiy 5 ta farq. Ko'zga qarash. Autizmda ko'zga qarash yo'q yoki juda minimal darajada. ZPRda esa ko'zga qarash saqlangan yoki sustlashgan. Taktil sezgi. ZPRda normada, ya'ni quchoqlaganimizda oddiy qabul qiladi. Autizmda taktil sezgi juda kuchaygan, ya'ni quchoqlaganda haddan ziyod qattiq yopishib oladi yoki umuman o'ziga tekkizgani qo'ymaydi. Tushunish. Tushunish ZPRda saqlangan yoki sust darajada bo'ladi. Autizmda esa bu narsa har xil darajada, ya'ni bir xil narsalarga juda yaxshi tushunadi, bir xil narsalarni esa umuman tushunmaydi. Nutq. Nutq ZPRda kech rivojlanadi, lekin sog'lom bolalarniki kabi. Autizmda esa bu narsa har xil bo'lishi mumkin, ya'ni ixolaliya yoki bolalik tili kabi ko'rinishlarda bo'ladi. Emotsiya. Emotsiya ZPRda saqlangan, oddiy bolalar kabi kuladi, o'ynaydi, o'z reaksiyasini bildiradi. Autizmda esa emotsiya yoki umuman yo'q yoki juda sust rivojlangan bo'ladi. Qadrli kuzatuvchilar, yuqorida sanab o'tilgan holatlar 90-95% holatda bir-biriga mos tushadi. 5-10% holatda esa bu narsalar aralashib kelishi mumkin. Sizning farzandingizga qanday tashxis qo'yilgan va yuqorida sanab o'tilgan holatlarning qay biri mos kelishini kommentariyada yozib ketishingiz mumkin.